Yaxshi narxda mana Euro6 olaman deb qidirib yurganlar diqqatiga, bir emas 4 ta dona komplekt holatda mana Euro6 topib qo'yganman. Hozir bu yerda 3 ta donasi turibdi, bittasi boshqa joyda ekan, hammasi bir xil. Yillari 2016 ga 2016-yilda ishlab chiqarilgan pritseplar hammasi Krone standart 96 kubali BPV Musli pritseplar. Yurgan masofalari 900 ming kilometr masofadan 1 million kilometr masofagacha bosib o'tgan, hammasini kiladishlarini almashtirib qo'yilgan ekan. Narxga keladigan bo'lsak, narxini 54 ming AQSh dollardan deb aytilyapti. Yana oz-moz kelishiladigan joylari ham bor. Avtomat korobkada 12 tali ZF korobka bo'ladi. 400 ot kuchiga ega. Baklari 580 litrli ikkita bak bilan jihozlangan. Balonlarning holati ham yaxshi holatda turibdi. Agar furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamini videoni past qismga yozib qoldiraman. O'zlariga aloqaga chiqib, yana to'liqroq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, o'sha furalarning shahri bo'lgan Chus shahrida turibdi. Kelib ko'rib, xohlaganingizni tanlab olsangiz bo'lar edi. Kim birinchi oladigan bo'lsa, mana tanlab olish imkoniyatiga ega. Bu videoni yaxshi narxda mana Euro6 olaman deb qidirib yurgan fura ishlanishlarga maksimalli tarqatib qo'ysangiz, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Sotuvdagi yana ko'plab furalarni albatta bizning Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. Hammaga rahmat.